Assalomu alaykum. Figma bo'yicha navbatdagi ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, demak, ushbu darsimizda quyidagi narsalarni o'rganib chiqqan bo'lamiz. Frame va uni parametrlari, Figmadagi barcha asboblar, ya'ni asosiy tool asboblari bilan dastlabki tanishuvlar hamda Figmaga fayl yuklash, ya'ni unga rasm yoki shunga o'xshagan narsalarni import qilish hamda bularni o'rganib chiqqandan keyin minimalizm ko'rinishidagi kichik dizaynni tayyorlab ko'ramiz. Xo'p, demak, ishni boshlaymiz. O'tgan gal birinchi darsimizda ochgan Figma darslari faylini ochamiz. Ya'ni figma.com saytiga kirib shu nimani ochamiz, faylni. Ana endi frame nimaligini tushuntirib berishim uchun buni hozir o'chirib tashlayman. O'tgan darsda ochgan frameimni. Xo'p, faylni ochgandan keyin mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda ya'niki hech nima yo'q, hech qanaqa biza dizayn qilishimiz uchun bizga berilgan board yo'q, ya'niki sahifa yo'q. Xo'p, endi buni yaratishlik uchun pastda bizda menyu bor. Mana bu ko'rib turgan menyumiz orqali turli xil bizga kerakli asbob uskunalar joylashgan biz ishlashimiz uchun. Ya'ni bu yerdan mana bu setka ko'rinishidagi, ya'ni katak ko'rinishidagi frame instrumentidan foydalanamiz. Xo'p, bu asbobni ishlatishimizda biz F tugmasini bosishimiz ham mumkin. F ni bosganimizda mana ko'k ko'rinishga kelib qoladi o'zi frame ko'rinishi, nimasi instrumenti. Undan keyin mishkani, ya'ni sichqonchani bosib turgan holatimizda o'zimizga kerakli bo'lgan mana boardni, ya'niki dizayn qilishimiz uchun kerakli bo'lgan sahifani yaratib olishimiz mumkin. Bosib turib yubormaymiz. Qachonki bizga kerakli bo'ladigan o'lchamlarga kelmasidan turib, ya'ni olib kelmasimizdan turib yubormaymiz. Endi xo'p, mana frame ni yaratishda bizda frame ni pastki qismida ko'rayotgan bo'lsangiz raqamlar yozilgan. Ikkita raqam o'rtaga x ko'rinishida bularni proporsiyasini ko'rsatyapti. Bu raqamlar nimani bildiradi? Xo'p, raqamni birinchisi, ya'niki mana 1323 soni mana shu osilayotgan frame'ni eniga o'lchamini bildiradi. Mana enni qisqartirsam eni qisqaryapti, agarda cho'zsam ko'payyapti son. Xo'p, keyingi raqam buni bo'yini bildiradi. Mana 1221 yoki 404. Endi o'zimizga kerakli bo'lgan o'lchamni agarda qilamiz desak, shu yerdan to'g'rilab olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizga hozir bu unchalik ham muhim emas. Biz shunchaki o'zimizga qulay bo'lgan bir ko'rinishdagi frame ni yaratamiz. Ya'ni bosib turib qo'yib yuborsak, frame bizda yaraladi. Ana endi mana shu frame orqali biz o'zimiz dizayn qilishimiz mumkin. Shu frame ni ichiga dizayn qilib, shu frame ni dizayn shaklida ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Endi eng asosiy men hozir o'zim bilgan va bilmagan holda, ya'ni ishlatayotgan asbob instrumentimni tushuntirib beraman. Bu nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, xo'p, ya'ni bizda navigatsiya instrumenti bor. Ya'ni bu dizaynni ishlashlik jarayonida bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga olib o'tishlik. Bu mana, ya'niki bu space, ya'ni profil tugmasini bosib turish orqali sichqonchani bosib bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga mana ko'chishimiz mumkin. Profilni bosgan paytimizda mana sichqoncha hozir ko'rsatkich ko'rinishida bo'layotgan bo'lsa, agarda biz space ni, ya'ni profil tugmasini bossak, bu ikonkamiz qo'l ko'rinishiga o'tadi. Qo'l ko'rinishiga o'tgan vaqtida sichqonchani bosish orqali mana bosganimda ushlab olyapti. Ushlab olgandan keyin biz boshqa joyga ushlab turib ko'chishimiz mumkin. Mana yuboraman, yana avvalgi holatiga qaytadi. Bosdim, yana sichqonchani bosdim va ko'chaman. Mana ushlab turib men bu boardimizni boshqa joyga ko'rish jihatdan ko'chirishim mumkin. Ya'ni har doim shu ko'rinish agarda bo'ladigan bo'lsa, bu shunday tarzda amalga oshirilyapti. Xo'p, endi keyingi masala frame ni parametrlari. Ya'ni frame bu bizda o'zimiz dizayn qilishimiz uchun o'zimizga yaratib olgan nimamiz bo'ladi.
ya'ni layout deyiladi, maketimiz bo'ladi va shu maketimizning ichiga biz dizaynlarni tayyorlaymiz. Shu maketni prezentatsiya qilamiz va shu maketni eksport qilamiz. Xo'p, endi frame'ni o'zini yaratilganda bizda mana frame yozuvi bor. Har doim men frame yaratganimda Figma'ni o'zi buni frame 1, frame 2 deb nomlab ketadi. Endi buni o'zgartirishimiz ham mumkin. Frame 1 yozuvini ustiga 2 marta bosish orqali o'zimizga kerakli frame nomini yozishimiz mumkin. Misol uchun birinchi yaratilgan frame. Mana. Birinchi yaratilgan frame. Xo'p. Endi istalgan vaqtimizda bu frame'ni o'lchamini yana o'zgartirishimiz mumkin. Frame'ni istalgan bir burchagidan ushlab turib, mana sikoncha o'zi kelayotganda, ya'ni kursorda bizda instrument o'zgaradi. Ya'niki ko'rsatkichlar o'zgaradi. Shu holatda mana kattalashtirishimiz mumkin, bosib turib va kichraytirib o'zgartirishimiz mumkin. Yana istalgan razmerga, ya'ni o'lchamga olib kelishimiz mumkin, eniga va bo'yiga jihatdan. Xo'p, endi frame'ni o'zini ustiga misol uchun hozir mana olib kelganimizda mana birinchi yaratilgan frame yozuvimiz kulrang ko'rinishdan ko'k ko'rinishga keladi. Undan tashqari e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, frame'ni har tomonlama bizda ko'k ko'rinishda ramkasi paydo bo'ladi mana. Agarda men kursorni frame ustiga olib kelsam, frame'ni yon tomonlarida mana ramka hosil bo'ladi. Buni belgilashim uchun bir marta ustiga bossam, frame'ni belgilab olaman. Frame'ni belgilab olgan zahotimdayoq o'ng tomonimizda bizda instrumentlari, ya'ni frame parametrlari hosil bo'ladi. Xo'p, frame parametrlari nimadan iborat? Bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu uni frame ekanligi, ya'ni turi, mana bu yuqoridagi, bu ko'rinishdagi va mana bu ikonkalarni keyinchalik nimaligini hozir qo'shib o'tirmayman. Keyinchalik nimaligini tushuntirib beraman. Ya'ni o'rni kelganda ishlatib borishlik orqali o'zlashtirishimiz oson bo'ladi, chunki hozir birdaniga juda ham ko'p ma'lumot o'rganish uchun qiyinlik qiladi. Xo'p, eng bizga kerakli va sodda dastlabki parametrlari bu. Bu position bo'limi ham emas. Position bo'limi bizga frame'ni faqatgina o'zini asosiy ishlash uchun yordam beradi. Bu umuman olganda bu joydan kerak emas. Biz bu yoqda boardni o'zidan bu narsani qila olamiz. Xo'p, layout bo'limi, ya'niki layout bo'limida biz frame'ni maketini o'zgartirishimiz mumkin. Bu ya'ni buni eni bosib turib mana yoki istalgan o'lchamga olib kelishimiz mumkin. Misol uchun 1600 ga 1300 o'lchamiga olib kelishimiz mumkin. Ya'ni V harfi, ya'ni bu weight uning bo'yi va height buning eni. Xo'p. Width bilan heightni hisobga oladigan bo'lsak, bular ya'ni ingliz tilidagi uni nomlari hisoblanadi. Xo'p, ya'niki eni va bo'yi. Endi mana bu tugma bizga uni orientatsiyasi, ya'ni eni va bo'yiga bo'lgan nisbatini bloklashga yordam beradi. Bu nima? Xo'p, agarda men hozir 1600 eni bo'ladigan bo'lsa, buni men 2000 qiladigan bo'lsam, u 1600 dan 2000 ko'rinishiga o'tdi. Uni bo'yi 1300 ko'rinishida qoldi. Xo'p, endi agarda bizda buni bosib qo'yadigan bo'lsam, mana o'zi ham ko'rsatib beradi. Enni va bo'yini bir-biriga bog'lab qo'yadi. Ya'niki men buni 2000 ko'rinishiga olib kelaman va bo'yi 1625 ko'rinishiga keladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Ya'niki eni va bo'yi uni teng nisbatda kichrayib kattalashadi. Ko'payib kamayadi. Xo'p, clip content bu frame'ni ichidagi, misol uchun hozir men buni keyinchalik ko'rsatib beraman. Xo'p, frame'ni ichidagi kontentlarni, ya'niki shakllar bo'ladimi yoki boshqa istalgan narsa bo'ladimi, uni qirqib qolish xususiyati. Ya'niki agarda misol uchun hozir men shakl joylab ko'rsatmoqchiman. Shakl joyladim. Endi mana qarang. Frame buni yon tomonlarini, ya'ni qirqib ko'rsatyapti. Agarda men frame'da bu funksiyani o'chirib qo'ysam, shakl frame'dan tashqariga ham chiqib ketadi. Bu shuning uchun buni keyinchalik qanday foydalari, afzalliklari borligini ko'rib chiqamiz.
umumiy xulosa, ya'ni ko'rinish hosil bo'lishi uchun ko'rsatib qo'ydim. Xo'p, endi bu joyda bizga frame umumiy o'zini prozrachnosti, ya'ni shaffofligi va uni burchaklari bilan ishlashlik imkoniyati bor. Mana. Yoki burchaklari bilan ishlashlik joyida mana bu parametrni ochadigan bo'lsak, ya'ni mana bu parametrni ochadigan bo'lsak, har bitta burchakni o'zi uchun ham ma'lum bir qirrani kamaytirish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Mana 0 ni misol uchun pastki o'ng taraf burchakka ma'lum bir sonni kiritsak, mana bu burchak mana tekislanyapti. Endi buni bosib qo'yish orqali yopib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi bu mana bu frame ni foni. Mana istalgan rangga olib kelishimiz mumkin. Xo'p, unga gradient belgilashimiz mumkin, ya'ni ikki rang orqali mana o'zgarishi mumkin. Undan tashqari unga ma'lum bir rasm yuklashimiz mumkin yoki video joylashimiz mumkin. Bularni keyinchalik yana turli xil dizaynlarni qilishlik davomida ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'p, palitrani asosiy hozir rang qismida nimalar bo'lishini bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, rangni misol uchun hozir men qizil yoki ko'k rangga qo'yadigan bo'lsam, bu ko'rinishda misol uchun hozir men faqatgina rangni ochiqlikdan rangli bo'lishiga yoki yorug'ligidan toki qorong'uligiga qadar nima qilishim mumkin? Parametrini tayyorlab o'zgartirishim mumkin. Xo'p, agarda rangni misol uchun ko'k rangdan qizil yoki sariqqa olib o'tmoqchi bo'lsam, pastki parametrdan foydalanaman. Mana. Ya'ni birinchi palitramiz ranglar bo'yicha yuradi. Bu yuqoridagi asosiy palitra rangni kamligi va bo'rtishi, ya'ni ko'pligidan uni yorug'ligi, mana oq rang va qorong'uligiga qarab yuradi. Shu o'rtalikda istalgan rangimizni tanlashimiz mumkin. Xo'p, ana endi 3-parametrga keladigan bo'lsak, bu 3-parametr bizda shaffoflikka qarab yuradi. Mana bu holatda biz rangni qoraytirib turganimiz yo'q. Uni orqasidagi mana bu qora fon chiqib kelishini hisobiga bu rang qoragandek ko'rinish olyapti mana. Lekin aslida nima bo'lyapti desangiz, ya'niki bu rangning orqasida hozir tushunib olishingiz uchun bitta narsa qilib ko'rsataman. Yana bitta shakldan foydalanamiz. Xo'p, mana. Xo'p. Birinchi qiladigan ishim mana bu qorayadi. Ya'ni mana bunaqa holatda buni orqasida mana shaffoflik bizda 100%, ya'niki rangni to'liq ko'rsatish imkoniyati 100% bo'lib turibdi. Agarda men buni rangini misol uchun mana qoraytirsam nisbatan, buni orqasidagi narsa bizga ko'rinmaydi. Yo'q, agarda buni kamaytiradigan bo'lsam, mana ya'ni bu shaffoflikka javob beradi va buni orqasidagi narsalar ko'rinib chiqib kelishi kerak. Xo'p, bu yerda rangni kodlari bor. Bu yerda ham shu shaffoflik darajasida, ya'ni foizlarda belgilashimiz mumkin. Va pastki bu yerdagi misol uchun kod turi bizga kerak emas. Bu umuman olganda juda ham kam ishlatiladi. Xo'p, undan keyin bu yerda esa mana shu faylimizning ichida qaysi ranglar bor ekanligini ko'rsatib turadi. Ya'ni bizda mana bu frame ni rangi ko'k rang, mana bu shaklni rangi kul rang va bu bordni rangi mana bu yerdagi qora rang bo'lgani uchun shu faylning ichidagi ranglarni ko'rsatib beradi. Xo'p, qolgani bu frame ni to'liq bizga ko'rsatmasdan yoki ko'rsatish imkoniyatini, ya'ni mana shu bo'yalgan qismini, ya'ni biz hozir bo'yadik, shu bo'yalgan qismini ko'rsatmaslik yoki ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Bu bo'lsa, minusni bosish orqali biz mana bu bo'yalgan rangni o'chirib tashlashimiz mumkin. Mana. Lekin bizda frame yo'qolmadi. Mana frame aslida bor, u faqat bo'yalmagan holatda turibdi. Agarda biz ya'ni bunga fill, ya'ni rang bo'yash imkoniyatini qo'shadigan bo'lsak,
buni ichini bizga faqatgina bo'yab ko'rsatib beryapti xolos. Agarda biz buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak ham bizda faqatgina uni bo'yalganlik parametrini o'chirib qo'ydik xolos. Mana. Lekin frame'ni o'zi mana bor. Xo'p, endi agarda minusni bosadigan bo'lsak, faqatgina shu bo'yalganlik parametrini o'chirib tashladik xolos. Lekin frame'ni o'zi haligacha turibdi. Xo'p, stroke qismini ko'rib chiqadigan bo'lsak, hozir buni ichini bo'yab qo'yamiz. Mana. Endi stroke'ni ko'rib chiqadigan bo'lsak, stroke mana shu frame'ga bizda ramka yaratib beradi. Xo'p, ya'niki mana bu yerda parametrda misol uchun o'sha ramkani qalinligini beramiz, qo'shamiz. Undan keyin mana bu yerda uni rangini xuddi shu frame'ni ichini qanaqa qilib bo'yagan bo'lsak, frame'ni hoshiyasini, ya'ni ramkasini xuddi shunaqa qilib bo'yaymiz. Mana. Mana. Xo'p, endi bu yerda yana qanaqa parametr bor? Ya'ni ramkaga tegishli parametrlardan bu ramkani inside, ya'ni frame'ni mana misol uchun hozir bizda 2000 ga 1625 o'lchamdagi misol uchun frame yaratib qo'ygan bo'lsak, mana shu ramka parametrini, ya'ni 50 piksellik ramkani, 50 o'lchamdagi ramkani frame'ni ichki qismiga beradi. Mana. Ya'ni frame'dan tashqariga bu chiqmaydi. Agarda men outside qiladigan bo'lsam, bu frame'ni tashqariga chiqib ketadi. Ya'niki frame mana shu ko'k ko'rinishdan bu yog'iga уже tamom bo'lgan. Ko'kdan ichkarisidagi o'lcham 2000 ga 1625. Agarda men buni inside qiladigan bo'lsam, frame'ni ichkarisiga qarab ko'paytiradi mana. Agarda yo'q, men buni center qilaman yoki tashqarisiga qilaman desam, mana ramka tashqariga qarab ko'payadi. Inside qilsam ichkariga qarab ko'payadi. Buni hozir aniq sonda qilib ko'radigan bo'lsak, misol uchun 100 o'lchamda ramkani ichkariga berdim. Men bunda tashqariga berdim. Endi center qiladigan bo'lsam, mana ramkani chizig'i, ya'ni frame'ni chizig'i, frame'ni chegarasi 50 piksel ichkariga, 50 piksel tashqariga beradi ramkani. Ya'ni sababi bu yerda biz center parametrini belgilab qo'yganmiz. Agarda inside qilsam 100 pikselni hammasini mana ramkasi, nimasi, frame'ni cheti, chegarasi 100 pikselni hammasini ichkariga beradi. Agarda outside qilsam, mana shu yerda yana frame'ni chegarasi 100 pikselni hammasini tashqariga qo'shildi. Xo'p, endi bu yerdagi parametrlar bu nimani chiziq bo'lishligi yoki qanaqadir boshqacha shaklda bo'lishligini yoki mana bu burchaklarni qanaqadir shaklda bo'lishligini belgilab beradi. Bularni keyingi, ya'ni darslarda, dizayn tayyorlash darslarida qanaqa qilib qilish mumkinligini bir qator ko'rib chiqamiz. Hozir asosiy narsa emas. Effects'ni ham keyingi nimalarda va layout gridni ham keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Ya'ni buni aniq bir dizaynni ustida qanaqa vazifa berilishini, qanaqa imkoniyat yaratib berishini ko'rsatib bermasak, hozirning o'zida bu nazariy ko'rinishda unchalik ham tushunarli bo'lmaydi va eksport ham keyin ko'rib chiqiladigan masala. Asosiy bizda Figma'da ishlatiladigan barcha asboblar, uskunalarimiz, ya'ni pastdagi mana bu panelda joylashgan. Xo'p, bu panelda nimalar bor? Bir chekkadan ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng ko'p ishlatiladiganlarni, ya'ni hozir ko'rib chiqamiz. Qolganini turli xil amaliyotlar ustida keyingi darslarimizda, ya'ni misol uchun biror bir menyu yasashlik yoki biror bir veb-saytni loyihasini tayyorlashlik jarayonida juda ham kam ishlatiladigan, lekin kerakli bo'lgan nimalar bor, uskunalar bor. Bularni o'sha o'rni kelganda ko'rsatib boriladi. Hozir doimiy ishlatiladigan eng asosiy uskunalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bular birinchisi bu mana bu move tool, ya'ni bu bizga biror bir elementni ushlab turib o'zini joyidan ko'chirishlik imkoniyatini beradi. Mana. Ya'ni bosdim va bosib turishlik orqali ushlab turib buni ko'chiraman istalgan joyimga. Yoki misol uchun shakllar sifatida buni ichida ko'rsatib beradigan bo'lsam, masalan,
menda shu ikki shakl bor edi. Mana shu ikki shakl bor edi. Buni bu yoqqa ko'chirishim uchun mana shu hozirgi Move tool ishlaydi, ya'ni ko'chirish permesheniya deb aytiladi ba'zida. Shu permesheniya instrumenti mana bizga uni bosib turib olib yurishim uchun ishlaydi. Xo'p, keyingisi bu hand tool, ya'niki boya ko'rsatib berganim bir joydan ikkinchi joyga bunda meni o'zim ko'chyapman, ya'ni ko'rish nuqtam o'zim ko'chiryapman, ammo bu shakllar, bu frame o'zini joyida turibdi. Faqatgina biz mana bu katta maydonda biz o'zimiz bir joydan ikkinchi joyga ko'chyapmiz. Bu nimamiz? Maketimiz, ya'ni bu frameimiz umuman hech qayerga ko'chayotgani yo'q. Biz o'zimiz ko'chib yuribmiz xolos. Bu shuning uchun javob beradi. Bunaqa holatlarda mana bunaqa katta, ya'ni yaqinlashtirib ishlashlik jarayonida bir joydan ikkinchi joyga biz ko'chishimiz uchun bu kerak bo'ladi. Buni o'zini alohida mana bu yerda uskunasi bor, yoki istasak boyagidaqa Move toolni ishlatgan vaqtimizda space, ya'ni probel tugmasini bosib turib bir joydan ikkinchi joyga ko'chishimiz mumkin mana bunaqa ko'rinishda. Xo'p, keyingisi bu scale, ya'ni masshtab berishlik, kattalashtirishlik uskunasi hisoblanadi. Bu bizga bir istalgan bir elementni, obyektni kattalashtirish imkoniyatini beradi mana. Buni mana bu Move tool kattalashtiryapti, lekin bu misol uchun scale nima uchun kerak, buni farqi nimada degan savol paydo bo'ladi. Xo'p, buni hozir ko'rsatib beraman. Aytaylik, bizda mana bu ikki shakl bor. Buni o'chirib tashlaymiz, ikkala bir xil shakl qilamiz. Ikki shaklimiz bor. Buni hozir ikkalasini ikki xil uskuna orqali kattalashtiramiz. Bularga avval ma'lum bir parametrlarni berib qo'ysak, misol uchun bunga sariq ko'rinishda 20 piksellik ramka beramiz va bunga ham shu ko'rinishda mana ikkala bir xil shaklimiz bor. Endi men buni hozir mana kattalashtirdim. Bu hozir ya'ni biz doimiy ishlatiladigan mana shu Move tool yordamida kattalashdi. Endi scale instrumenti bilan kattalashtiradigan bo'lsam, mana. Xo'p, bu holatda nima yuz berdi? Move tool bizda faqatgina shaklni o'zini o'lchamini kengaytirib beradi. Boya biz masalan frame'ni kattalashtirib, ya'ni enini va bo'yini kattalashtirib kichaytirdik-ku. Ya'ni biz eniga va bo'yiga faqatgina ma'lum bir sonlarni, ya'ni o'lchamni ko'paytirib, kamaytirdik xolos. Move tool bizga shu vazifani bajarib beradi, ammo u kattalashtirmaydi, ya'niki uni ichidagi parametrlarga parametr qo'shib bermaydi. Bu nima degani? Birinchi shaklimizda bizda faqatgina mana shu shaklni eni va bo'yiga kengaytira oldik xolos. Ammo uni ichidagi parametrlari, ya'ni masalan ramkasini biz 20 piksel qilgandik, u 20 piksel ko'rinishda qoldi. Lekin biz ikkinchi shaklimizda mana ko'ryapmizki, bu bilan tenglashtirgan holatimizda eniga va bo'yiga ham bizga piksellar soni ko'paytirib berildi va mana shu shaklga berilgan mana bu stroke, ya'ni ramka parametri 20 piksel edi. U hozir 3674 pikselga ko'paygan. Ya'niki mana shu shaklning ichiga berilgan barcha mana bu effektlar, barcha mana bu stroke va shunga o'xshagan hamma parametrlar bizda bir barakaga teng proporsional ko'payadi. Bu ikkalasini farqi shunda. Bularni hali keyinchalik yana katta loyihalarda ishlatishda juda ham kerak bo'ladi. Hozir Move tool bilan bu ikkalasini farqini oddiy ko'rinishda tushuntirib berdim. Xo'p, endi keyingi bizdagi nimamiz, uskunamiz bu boya ochganimiz frame. Ya'ni biz yangi frame ni hosil qilishimiz uchun mana shu frame nimasidan, uskunasidan foydalanamiz mana. Bir frame yoki istasak yana ham qo'shimcha istalgancha framelarni yaratishimiz mumkin. Xo'p, endi bularni mana bunaqa ko'rinishda yaqinlashtirish yoki uzoqlashtirish masalasi bor. Xo'p, buni ham aytib ketaman. Bu control tugmasini bosib turish orqali sichqonchadagi mana bu scroll, ya'ni
g'ildirakimizni aylantirishlik bilan mana amalga oshadi. Ya'ni oldinga aylantirish bilan u yaqinlashadi, orqaga aylantirish bilan u uzoqlashadi. Agarda kontrolni yuborib mana bunaqa ko'rinishda agarda uni aylantiradigan bo'lsak, biz tepaga va pastga tushib chiqamiz xolos. Agarda shiftni, ya'ni shift tugmasini bosib turish orqali mana aylantiradigan bo'lsak, biz yon tomonlarga harakatlanamiz. Umuman odatda bu yon tomonlarga va pastga yuqoriga unchalik ham ko'p ishlatilmaydi. Ko'p holatlarda juda ko'pchilik odam shu space tugmasini, ya'ni probel tugmasini bosib turish orqali mana bunaqa qulayroq ko'chadi. Xo'p, kontrol va mana skonchani g'ildirakini aylantirish orqali scroll qilishimiz mumkin. Xo'p, endi framening yonida yana nimalari bor? Bu section. Ya'ni section bizga uni ichida juda ko'plagan framelarni saqlashligimiz uchun imkoniyat beradi. Xo'p, buni asosiy afzalliklari ham juda katta loyihalarda bilinadi. Hozir tushuntirib bersam unchalik ham oson tushunish bo'lmaydi. Ya'niki oson tushuntira olmayman. Katta loyihalarning ustida ko'rsatib berishim mumkin. Juda ham misol uchun yuzlagan bizda framelar hosil bo'lib ketadi katta loyihalarda. O'shanaqa paytlarda biz framelarni bitta sectionning ichiga guruhlab olamiz. Shu amal orqali loyihada ishlash, ya'ni boyagi yuzlagan framelarning orasida ishlashlik osonlashadi. Bu shu uchun mo'ljallangan. Xo'p, buni ham katta loyihalarda o'rgatib o'tamiz. Ana endi bizda keyingisi bu shakllar bilan ishlash. Ya'ni bu uskunamizda faqatgina mana shakllar bilan va rasm videolar mana bu bortimizga joylashlik uchun barcha imkoniyatlar qo'shib berilgan. Xo'p, bular nima? Bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Xo'p, yangi frame hosil qilaman. Va mana shu framening ichiga bir chekkadan shakllarni joylaymiz. Xo'p, bosdik. Bu birinchisi to'rt burchak shakli va biz istalgancha mana xuddi frame ochgandaqa nima qilishimiz mumkin? Uni o'lchamini o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, ikkinchisi bu bizda line, ya'ni chiziq. Mana bir nuqtadan bosaman, bosdim va ikkinchi nuqtaga qarab, ya'ni A nuqtadan B nuqtaga chiziqni tortaman. Juda ham qulay va sodda. Endi unda nima bor desangiz, ya'ni uni boya frame'ni parametrlarini ko'rib chiqdik-ku. Mana bu shaklimizda xuddi frame'ni parametrlariga o'xshagan mana barcha parametrlar bor. Mana xuddi boya frame'da nimalar bor bo'lgan bo'lsa, o'sha narsalar bunda ham bor. Ana endi mana bu chiziqda faqatgina bizda fill, ya'ni to'ldirish, yuzani to'ldirish, bo'yashlik parametri yo'q, o'rniga faqatgina stroke, ya'ni ramka, chiziq parametri bor bizda. Bunda bo'lsa, bunda yuza bor bo'lgani uchun bizda fill parametri ham bor, ya'ni uni yuzasini biz bo'yab olishimiz mumkin. Ammo chiziqni yuzasi bo'lmagani sababli, chiziq unda faqatgina mana shu chiziq bor bo'lgani sababli biz uni mana shu yerdan qalinlashtirib o'zgartirishimiz mumkin yoki mana bu ikkala mavjud emas degan mana yozuv bor. Shu orqali biz chiziqni ikkala uchiga har xil ko'rinishdagi mana o'zlari taklif qilgan mana parametrlarni, ya'ni ko'rinishlarni berishimiz mumkin. Agarda yo'q, ya'ni mavjud emas nimasini parametrini berib qo'yadigan bo'lsak, u shunchaki mana shunaqa ko'rinishda tugaydi yoki boshlanadi. Mana yoki uni o'zgartirish ham xuddi shu B nuqtani yoki A nuqtasini tutib sichqoncha bilan mana istalgan tarafga burish, cho'zish imkoniyatini beradi. Qalinlashtirish bo'lsa mana shu mana bu yerdagi parametr orqali amalga oshiriladi. Xo'p. Agarda mayli ularni hozir shift bilan ishlashlik masalasi bor, ya'niki misol uchun mana bunaqa ko'rinishda turgan chiziqimizni biz qanaq qilib to'ppa to'g'ri ko'rinishda qo'yib berishimiz mumkin. Bu
bunaqa qilib olib kelinsa agarda ma'lum bir gradusda u qiyshiq qolsa yoki mana bunaqaroq ko'rinishda qolib ketsa, biz uni bilmay qolsak, ya'ni ko'z bilan chamalash orqali qilmasdan aniqlikka yondoshgan holatda qilamiz desak, bu shift tugmasini bosish orqali bo'ladi. Ya'ni shift bilan mana 45 gradusdan bizga o'zgartirib buzib beradi. Mana faqatgina 45 gradusdan o'zgartirib burchakni qo'shib beradi. Ya'ni eniga ham mana to'g'ri holatda ishlay olamiz yoki 45 gradusda mana teppa tekis qilib qo'yib beradi yoki 90 gradusda ishlash imkoniyatini beradi. Va bu mana bu shakllar bilan ham shunday ishlaydi. Qanaqa bo'ladi desangiz, xuddi mana shu turishida biz enini va bo'yini nisbatini o'zgartirmasdan, ya'ni mana bunaqa ko'rinishga kelib qolmasdan teppa tekis kattalashishini istaydigan bo'lsak, shiftni bosib turib keyin kattalashtiramiz. Mana xuddi eni va bo'yi bir-biriga teng nisbatda kattalashadi. Shiftni yuborsam mana bu ikkala tomonga ham o'zgarishi mumkin. Bu barcha shakllarda xuddi shunaqa ishlaydi. Xo'p, keyingisi bu mana strelka, ya'ni ko'rsatkich ko'rinishi. Bu ikkalasi xuddi bir xil ishlaydi. Ba'zi parametrlarda, ya'ni farqlari bor bo'lishi mumkin, lekin odatda mana shu strok orqali ham mana shu ishni qilishlik mumkin. Xo'p, faqatgina buni ba'zi afzalliklari bor, uni hozir ko'rsatib beraman. Xo'p. Mana bunga o'xshagan, ya'niki ba'zi afzalliklarni berishligi mumkin yoki kattalashtirish, kichraytirish, bo'yash va shunga o'xshagan holatlarda bu ya'niki mana bu ko'rsatkich chizish imkoniyati bizga ko'proq nima berishi mumkin, imkoniyat berishligi mumkin. Odatda baribir shu strok holatda ishlatishlik qulay hisoblanadi va ko'pchilik shundan foydalanadi. Xo'p, ellips chizish, ya'niki doira chizish yoki ellips shaklini chizish. Bu ham xuddi shunaqa ishlaydi. Shiftni bosib turib agarda chizadigan bo'lsam, bizga to'liq doira shakli chiziladi. Agarda shiftni yuborsam biz ellips chizishimiz mumkin bo'ladi. Parametrlari xuddi shu to'rt burchakniki bilan bir xil ishlaydi. Xo'p, keyingisi bu poligon. Ya'niki bizga shakllari ko'p bo'lgan mana nimalarni, ya'ni burchaklari ko'p bo'lgan shakllarni chizish imkoniyatini beradi. Mana bu parametr orqali biz har bitta burchakni qo'shishimiz mumkin. Misol uchun 8 ta burchakli parametr, ya'ni shakl yoki 5 ta burchakli shakllarni chizishimiz mumkin. Undan keyin mana bu shaklni yon tomoniga olib kelganimizda kursorda bizda mana bunaqa ko'rinishdagi ikonkaga o'zgarsa, bu mana shu shaklni bizda yon tomonlarga burishlik imkoniyatini beradi. Burishlikda ham xuddi shunaqa shiftni bosib turib agarda buradigan bo'lsak, bizda ma'lum bir o'lchangan, ya'ni 45 gradusda burish imkoniyatini beradi. Mana yoki bu mana bunaqa istalgan ko'rinishda, istalgan o'lchamda burish imkoniyatini beradi. Agarda shiftni bosadigan bo'lsak, bu tekislab o'zi burib boradi. Xo'p. Keyingi shaklimiz bu yulduz shakli. Mana bunaqa ko'rinishda, ya'ni yulduz chizishimiz mumkin yoki uni mana bunaqa qilib har bitta ichkariga kirgan nuqtalarni ko'paytirishimiz mumkin va mana ya'niki har bitta mana bu qirrasini boshlanish qismini ichkariga kiritish yoki qo'shishlik mumkin mana. Va mana bu parametrimiz bu yerda ham ishlaydi. Mana ya'niki burchaklarni, qirralarni yo'q qilish, ya'ni qirralarni tekislash orqali biz mana bunaqa shakllarni ham tayyorlashimiz mumkin. Xo'p. Undan keyingisi bu rasm va video yuklash. Misol uchun hozir mana shu rasmni yuklaydigan bo'lsak, mana biz rasmni mana shu ko'rinishda yuklay oldik. Mana yoki istalgan faylni
bosib turish orqali video ham yuklashimiz mumkin. Mana. Xo'p. Endi undan keyingi bizda parametr bu pen tool. Mana. Pen tool nima beradi? Xo'p, pen tool bizda mana bu tomonda, mana bu yerda chizishlik mumkin bo'lmagan shakllarni chizish imkoniyatini beradi. Bu nima? Misol uchun istalgan shaklni chizishimiz mumkin. Mana. Mana. Ya'niki biz hozir mana bu yerdagi berilgan bizga parametrlardan mana bunaqa shaklni baribir chiza olmaymiz va topa olmaymiz. Shu sababli bizda pen tool bizga ya'niki istalgan shaklimizni chizish imkoniyatini beradi. Yoki mana bu qalam nimasi bor, parametri, va bu orqali biz mana shunaqa istalgan chiziqlarni chizib, ularga nima berishimiz mumkin. Parametrlarni berib ishlashimiz mumkin. Mana. Odatda bular unchalik ham ko'p ishlatilmaydi, lekin mana bu pen tool juda ham ko'p ishlatiladi. Pencil juda ham kam ishlatiladi. Xo'p, pen toolda ishlash uchun biroz mashq qilish kerak bo'ladi, ya'ni to'g'ri ishlashlik uchun. Bunga hozir artboardni biroz, ya'ni frame'ni kattalashtirib ko'rsataman. Xo'p. Pen toolni olgandan keyin bir nuqtani qo'yib biz ikkinchi nuqtaga bordik. Ikkinchi nuqtani qo'yib, uchinchilarga o'tib ketadigan bo'lsak, mana bunaqa ko'rinishda biz mana bu qirralarni, ya'ni uchlarni, burchaklarni ustida ishlay olmaymiz. Ya'ni bizlar burchaklar qirrali ko'rinishda, uchli ko'rinishda hosil bo'ladi. Mana. Bularni yo'q qilishimiz uchun pen toolni olamiz. Bir nuqtani qo'ydik va ikkinchi nuqtaga qarab tortilgandan keyin mana bosib turib tortadigan bo'lsak, mana bu o'rtada mana o'zgarayotgan chiziq bizdagi shaklni, ya'ni paydo bo'layotgan shaklni chegarasi chizig'i hisoblanadi. Mana istalgancha buni o'zgartirishimiz mumkin va mana bunaqa chiroyli shakllarni ham aynan mana shu pen tool orqali chizishimiz mumkin. Mana. Va oxirida biz birlashtiramiz. Mana. Keyin buni o'zgartirish masalasi bor. Ya'niki ustiga 2 marta, chizig'iga 2 marta bossak, biz yana istalgancha mana bu parametrlarni mana o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, mana bu har bitta qo'yilgan nuqtani, mana bu misol uchun mana shu nuqtani ikkala tomonida ikkala chiziq bor. Bu chiziqlar nima qiladi? Bu chiziq, misol uchun mana shu nuqtani oladigan bo'lsak, shu nuqtadan mana bu chap tomonga ketgan chiziq keyingi, ya'ni chap tomondagi turgan nuqtagacha bo'lgan chiziqni o'zgartiradi. Ya'niki uni shaklini, mana bu borishini o'zgartirib beradi. Endi mana bu keyingi nuqtadagi mana bu o'ng tomonga chiziq, undan keyingi turgan nuqtagacha bo'lgan chiziqni ustida mana o'zgartirish imkoniyatini beradi. Ya'niki xuddi bu nuqtalar chiziqni bir-biriga itaradi yoki tortadi. Mana. Buni ishlatib ko'rgan vaqtingizda o'zingiz ham juda ham oson tushunib olishingiz mumkin. Ustiga yana 2 marta bosish orqali biz avvalgi holatiga qaytaramiz va unga istalgan bir ko'rinishdagi parametrlarimizni berishimiz mumkin. Xo'p. Pencilni ham tushuntirib o'tdim. Oddiy qalam undan unchalik ham farq qilmaydi. Xo'p. Tekst masalasi bor, ya'ni matnlarni yozishlik uchun mana bu T nimasi, uskunasi ishlatiladi. Istalgan bir joyga, masalan, T uskunasini bosdim va istalgan bir joyga bosishim orqali istalgan bir matnimni yozishim mumkin bo'ladi. Misol uchun Figma darsi uchun ixtiyoriy matn. Undan keyin istalgan nuqtaga bosaman, shu bilan bizda mana bu yozilgan matn saqlanib qoladi. Endi buni katta qilish masalasi bor, ya'ni matnni kattalashtirish uchun boya aytganimdek hozir mana shu move tool bilan scale nimalarini
uskunalarini farqini hozir ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni agarda men Movetoolni ishlatadigan bo'lsam mana nima bo'ladi? Movetool bizga mana bu matnni yozilishligi uchun frame'ni kattalashtirib beradi xolos. Mana matn yozilishligi uchun bo'lgan maydonni kattalashtirib kichraytirib beryapti. Matnni o'zi uchun, ya'ni mana shu matnni frame deb oladigan bo'lsak, mana bu chiziqni. Mana shu frame'ning ichidagi matn kontenti, ya'ni parametri uchun mana bu tipografiya bo'limida ishlashimiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Agarda men hozir buni joyiga qaytarib turib, yana bitta olib, ya'niki scale bilan ishlaydigan bo'lsam, bunda mana matn kattalashadi. Ya'ni uni ichidagi parametrini kattalashtiradi. Movetool bo'lsa, uni faqat maketi bilan ishlaydi, ya'niki frame bilan ishlaydi. Mana frame'ni eniga va bo'yiga qo'shib beradi xolos. Bizga faqatgina mana bunaqa ko'rinishda mana matnni sig'dirishimiz uchun maydonni o'zgartirib qo'shib beryapti. Scale bo'lsa, ana shu frame'ni ichidagi kontentni olib kattalashtirib beradi. Bu ikkalasini farqi mana shu yerda yaqqol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu bilan farq qiladi. Xo'p. Ana endi agarda biz doim shu scale uskunasi bilan kattalashtiramizmi, boshqa umuman variantlari yo'qmi deydigan bo'lsak, masalan, hozir ko'rib chiqamiz. Bu yerda nimalar bor? Xo'p. O'ng tomonda bizda mana shu matn uchun tipografiya bo'limi ochiladi, ya'ni matn ochganimiz sababli va bunda bizda mana bu birinchi parametrda fonts, ya'niki shriftlar ochiladi. Mana har qanday ko'rinishda biz mana shu matnni yozishimiz mumkin. Hozir kattalashtiramiz. Mana bu parametrimiz bizda mana shu matnni kattalashtirishlik uchun mana tayyor o'lchamlarga qo'shishlik yoki o'zimiz istagan mana bu yerda mavjud bo'lmagan misol uchun 15 ko'rinishini yozishimiz mumkin yoki masalan 128 dan bizga kattaroq matnga o'lcham kerak bo'ladigan bo'lsa 200 deb yozishimiz imkoniyatini yaratib beradi. Mana. Xo'p, endi yokida mana bu skanchani mana bu ko'rinishga shu yerga sekin olib keladigan bo'lsak, mana biz ushlab bosib turish orqali istalgan mana bu yoq tarafda, chap tarafda biz faqatgina uni o'lchamiga qaramasdan turib, vizual ko'rinishiga qarab bizga bo'ladi yoki bo'lmaydi degan o'lchamga olib kelishimiz mumkin bosib turish orqali. Mana. Chunki doim bu yoqdan ma'lum bir o'lchamni yozishlik yoki yozib kattalashtirib, kichraytirib o'tirish bu xuddi lotereyadagi ko'rinishga olib keladi. Bu bizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi, har doim yozib ko'rib o'tirishimiz kerak. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun sekin olib kelgan paytimizda mana shu strelkani bosib turib, mana o'zgartirib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi mana bu shrift bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Mana bu boya aytgan frame parametri hozir ishladi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, frame'ni o'zini bosaman va mana bu clip content agarda menda bosilmagan bo'lsa, mana shu ko'rinishda qolib ketardi. Uni chiroyliroq ko'rsatish uchun mana bu frame'dan tashqarisini qirqib tashlash uchun clip contentni bosib qo'yganman. Mana shunaqa ko'rinishda xuddi fondagi turgan bir elementga o'xshab qo'shilib beryapti. Xo'p. Matnga qaytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda bizda mana shriftlarni o'zgartirishimiz mumkin. Mana. Ikkinchisi mana bu shriftni bizga beradigan parametrlari bor bo'lsa, misol uchun hozir men interni qo'yaman. Mana va interni bizda mana qalinroq yoki mana bunaqa kursiv ko'rinishlari bor bo'ladigan bo'lsa, bu shu yerdan tanlashimiz mumkin bo'ladi. Mana. Undan keyin mana bu agarda bizda 2 qatorli matn bo'ladigan bo'lsa, buni hozir kopiyalayman. Mana ko'paytirdim. 2 qatorli matn bo'ladigan bo'lsa, bularni umumiy vizuallarni avto ko'rinishda qo'yib qo'yadi. Ya'niki har bir mana bu qatorni
katta joy olishligi yoki kichik joy olishligi. Bu asosan web dizaynda dizayn tayyorlaganda oldimizga keladi. Shu sababli hozir buni ham aniq ko'rib chiqa olmaymiz. Bu bo'lsa, mana bu harflarning oraligini kattalashtiradi. Mana. Harflarning orasi kattalashyapti. Mana. Yoki ularni qisib qo'yadi. Bu qatorlarning orasini shunaqa qiladi. Xo'p, ana endi matnni mana bu biz unga belgilab qo'ygan maydonni ichida biz hozir chap tomonga tekislaganmiz. Uni mana shu o'zini maydonini ichida o'rtaga tekislash mumkin. Mana ikkala tomondan o'zi avtomatik ravishda teng joy qoldiradi va mana buni bosish orqali uni o'ng tomonga tekislaymiz. Xo'p, buni bosish orqali yuqoridan, ya'niki o'rtaga tekislanadi yoki bu bilan mana bu maydonning ichida pastga tekislanadi. Bu bilan yuqoriga. Va matnning rangi bilan mana bu yana o'sha bo'yash nimasi uskunasi parametri orqali ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Bu ham ketdi. Ana endi bizda komment uskunasi bor. Bu nima imkoniyat beradi? Misol uchun siz har xil web dizaynlarni tayyorlayapsiz. 5 ta 6 ta odam bitta faylning ustida, bitta loyihaning ustida ishlayapti. Bunaqa holatda aytaylik, mana bu yerga men izoh qoldirib ketishim mumkin, boshqa odamlar ham ko'rishligi uchun. Misol uchun bosaman va o'zimning izohimni yozaman. Bu yerdagi misol uchun hoshiyani kamroq qilish ham mumkin yoki shu turishida test qilib ko'rish kerak saytda, misol uchun. Bu istalgan odamga bo'lishi mumkin yoki dasturchi bo'ladigan bo'lsa, agarda loyihani berilgan bo'lsa, misol uchun u ham proyektni ko'rish kerak, dasturchi yoki boshqa dizaynerga yoki istasak bu yerda unga emoji qoldirishimiz mumkin yoki ana o'sha odamni belgilashimiz ham mumkin. Mana. Hozir men o'zim belgiladim, boshqa loyiha, bu loyihada boshqa, bu faylda boshqa odam bo'lmagani uchun yoki bu yerga rasm yoki giflarni ham qo'shib yuklab ketishimiz mumkin. Shu bilan mana bu yerda komment qoldi. Mana ustiga kelganda mana komment ko'rinadi. Va eng qizig'i, biz frame'ni qayoqqa ko'chiradigan bo'lsak, yoki shaklni frame'ni qayoqqa ko'chiradigan bo'lsak, mana shu komment shu frame'ni shu joyda qoladi. Xo'p. Bir qilingan ishni, masalan, hozir men buni olaman, o'zgartiraman, ko'paytiraman yoki kattalashtiraman. Istalgan bir amalni ortga qaytarish uchun albatta bizda Ctrl plus Z tugmasi ishlaydi har doim. Mana. Agarda kimdir men hozir avtomatik ravishda ishlatayotganimda ko'rib tushunmagan bo'lsa. Xo'p, demak keyingisi bu mana bu yerda bizda qo'shimcha pluginlarni qo'shish imkoniyati beradi. Ya'ni Figma bizda qo'shimcha pluginlardan foydalanishlik imkoniyatini beradi. Bularni o'zi uchun alohida dars qilish kerak, chunki juda ham cheklanmagan miqdorda imkoniyatlarni yaratib beradi. Qo'shimcha pluginlar orqali juda ham ko'p ishlarni oson, tez va qulay ravishda qilishimiz mumkin. Buni o'zi alohida mavzu. Bu bo'lsa dev mode deb aytiladi, ya'ni developer mode, rejim razraботчика, ya'niki agarda siz ma'lum bir veb saytning dizaynini tayyorlasangiz, undan dasturchi mana shu modni, ya'ni mana shu rejimni ishga tushirgan holatda qaysi tomondan necha piksel qoldirilishi kerak, qaysi nimani rangi qanaqa, hammasini mana shu parametrlarni, ya'ni biz bu yerda mana bu vizual ko'rinishda berayotgan parametrlarimizni mana bu dev modni yoqishlik orqali bu pullik versiyasida bo'ladi. Mana hozir ko'rsatib berdi. Mana bu o'ng tomonda mana o'ziga kerakli Kavkaz ko'rinishida yoki kod ko'rinishida yuklab olishi mumkin bo'ladi. Bu shu uchun kerakli funksiya.
Xo'p, ana endi keyingi masalani ko'rib chiqamiz, ya'niki bu faylni yuklash. Buni ko'rsatib berdim hozir va hozir yana bitta boshqacha usulini ko'rsatib beraman. Minimalizm ko'rinishidagi kichik dizayn tayyorlaymiz va bu mana shu videoni ko'rayotgan va shu video orqali Figma dasturini ishlashni o'rganayotgan o'quvchilarimiz uchun uyga vazifa hisoblanadi. Buni tayyorlab guruhimiz bor. Shu guruh Telegram guruhimizda bizga jo'natib ko'rsatishingiz mumkin va biz mana shu o'rganayotgan va qilayotgan ishingizga ma'lum bir darajada feedback berib boramiz. Xo'p, demak dizayn tayyorlashni boshlaymiz. Shu orqali mana bu fayl yuklashni ikkinchi usulini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak bular mana bu chetda qolaveradi va biz yangi frame bilan ishni boshlaymiz. Xo'p, frame yaratdim. Men odatda mana shunaqa istalgan ko'rinishda frame yaratib olaman va mana bu tomonga o'lchamni yozaman. Ya'ni 1400 ga 900 piksel bilan mana frame yaratdik. Ana endi bunga avval matnlarimizni yozib olamiz. Figma darsi uchun birinchi ishim. Ushbu dizaynni birinchi marta Figma dasturi uchun o'zim tayyorladim. Ya'niki Figma dasturi darsi uchun yozdik. Xo'p. Va mana bu 1 degan yozuvni ham olamiz. Ya'niki men hozir shunchaki oddiy ko'rinishda o'zim kontekstlarimni tayyorlab oldim. Ana endi shakl, matn va uni ranglari, ya'niki hozir mana shu yerda o'rgangan hamma narsamizdan foydalanib turib, biron bir oddiy, sodda ko'rinishdagi dizayn tayyorlashga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p. Rasm olib yuklashni boshlaymiz. Office Design deb izladim. Shunchaki oddiy interyer yuklashimiz uchun. Xo'p. Qaysi rasmni olsak ko'proq yorqinroq ko'rinadi. Demak, avval rasmni katta razmerlarni, ya'ni katta o'lchamdagi sifatli rasmni filtrlab olamiz va undan keyin mana shu rasmni olamiz. Xo'p, ochdik. Xo'p, ya'niki ikkinchi usuli rasmni yuklashni mana bu o'ng taraf orqali, ya'ni biz rasmni kopyalab oldik, ya'niki Ctrl S, Ctrl C, ya'ni undan keyin mana shu frame'ni ustiga bir bosib Ctrl V tugmasini bossak, mana bu rasmni bizga shu yerga vstavka qilib, ya'ni nusxani clipboarddan olib kelib tashlab beradi. Va biz shunchaki uni kichraytiramiz. Va bu yoqqa olib o'tamiz. Mana. Xo'p, kontekst tayyor. Mana shu, ya'ni 3 ta mana shu matn va mana shu rasm. Shu orqali hozir biron bir dizayn qilishlikka harakat qilib ko'ramiz. Xo'p. Birinchi o'rinda inter matni, ya'ni inter shrifti bilan ishlaymiz. Masalan, uni biroz kattalashtiramiz. Ya'ni hozir mana shu matnimizni o'zini bizga asosiy planga olib chiqishlikni qilsak o'rinli bo'ladi. Xo'p. Mana. Xo'p, ana endi mana bu nimamizni, ikkinchi matnimizni uni pastki qismidan shunchaki kichikroq ko'rinishda qo'shib qo'yamiz. Xo'p, buni biroz qalinlashtiramiz. Birinchi yerda kichik ko'rinishda kelsa, xo'p, ana endi buni juda ham katta qilsak ham bo'ladi. Mana buni. Va buni kursiv mana bu ko'rinishda qilamiz. Xo'p, endi buni joylaymiz. Har bir
detalni o'zini ma'lum bir chiroyli ko'rinishda ko'rsatib bera olsak yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi ranglari bilan biroz ishlaymiz. Buni asosiy element emas. Shuning uchun mana bu ko'rinishda biroz kulrang ko'rinishda qoldiramiz va ba'zi shakllarni va chiziqlarni qo'shib chiqamiz. Ya'ni bular nima? Xo'p, nimalar qo'shishimiz mumkin? Qo'shimcha ravishda. Ellipsdan boshlaymiz. Ellipsni olaman. Mana bu tomonga o'tkazaman va biroz rangni o'zgartiraman. Va xuddi shundan yana bitta ko'chirib olamiz. Ya'ni bu ko'chirishlik altni bosib turishlik orqali mana ma'lum bir shaklni yoki element obyektning ustida altni bossangiz kursor mana ikkita bo'ladi. Bosib turish orqali mana bunaqa qilib ko'chirib olishlik mumkin. Endi buni kichraytiraman, shiftni bosib yana bitta olaman. Bu yerga ham qo'yaman va mana bu shekilda ham biroz kattaroq ko'rinishda qo'shaman. Xo'p, hozir nima qilamiz? Buni biroz kichraytiramiz va ranglarini biroz mana bunaqa ko'rinishda o'zgartiramiz. Buni ham biroz kichraytirib rangini mana bunaqa ko'rinishga o'tkazamiz. Xo'p, demak bizda mana bu funksiyamiz bor, ya'ni burchaklarni ya'niki qirralarini buni tekislaymiz, ya'ni dumaloq qilamiz. Xo'p, buning uchun bizda mana bu ko'rinishda ham bor. Bu yerdan mana bunaqa qilib ko'rinishga olib kelsak bo'ladi. Bunga ham qandaydir rang bersak, menimcha xo'p, chiroyli bo'ladi. Mana bu instrumentni o'rgatib ketmayapman, esimdan chiqibdi. Bu pipetka, ya'niki bosib turib istalgan bir rangning ustiga bossak, mana bu yerda bizda mavjud bo'lgan istalgan bir rangning ustiga bosadigan bo'lsak, masalan, rasmda bo'ladimi, mana bunaqa yoki biron bir shaklda bo'ladimi, mana shu yerdan o'sha rangni tanlab beradi o'zi bizga. Mana. Bosib mana bu rangni ko'chiramiz. Xo'p, menimcha unchalik ham qiyin yoki tushunarsiz narsa bo'lmadi. Chunki hozir mana shu yerda qilingan hamma effektlar bo'ladimi yoki mana bu shakllar bo'ladimi, ranglar va shrift, rasm joylashlar barchasi mana bu tomonda bir qator ko'rsatib berildi. Shu bilan oddiygina minimalizm ko'rinishidagi kichik dizaynni tayyorlagan bo'ldik. Xo'p, demak, shunga o'xshagan yoki shuni o'zini tayyorlab agarda bizda Telegram guruhimizga jo'natadigan bo'lsangiz, biz o'sha tayyorlangan dizayndagi kamchiliklar bo'ladimi yoki yaxshi chiqqan joylariga o'z fikrlarimizni bildirib boramiz va shu orqali rivojlanishingiz uchun va o'rganishingiz uchun yanada qulayroq muhit va yanada yordam bergan bo'lamiz deb o'ylayman. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.